Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sarvarjon aka, yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimi? Rahmat, Allohga shukr. Sog'liqlaringiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Sarvar aka, men sizga ayni damda salom va tabriklar vaqtidan qo'ng'iroq qilyapman. Boshlovchi Sohibaxon bo'laman. Bugungi tavallud ayyomingiz qarshi olgan yana bir umr bahoringiz muborak bo'lsin. Rahmat, kattaga. Allohim umringizni xayrli, hayot yo'lingizni fayzli qilsin. Hali bunday yoshlarni ko'plarini ko'rib yurishingiz tilakdoshimiz. Bor bo'ling. Xo'sh, Sarvar aka, bugun Shukrona kuningiz munosabati bilan bizni loyihamizga siz uchun ajoyib tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Ayni shu damda sizni biz orqali kimlar tabriklashmoqda? To'g'risini aytsam, bugun ko'p kishi tabrikladi, lekin shunday aytolmayman. Tanishlarim hammasi yaxshi. Bor bo'ling. Albatta, Sarvar aka, bugun sizni jamiki oila a'zolaringiz, yaqinlaringiz, demak, sizni hurmat qiluvchi barcha qadrdonlaringiz bugungi Shukrona shodiyona kuningiz bilan sizni chin qalblaridan tabriklab qolganlar. Aniqroq qilib aytganimda, bugun sizni dadajoningiz Ubaydulla otamiz, qolaversa Gulizeba opamiz, opalaringiz Nargiza opa, Sadoqat opa, kuyingiz Solih aka, ukalaringiz Ilhomjon aka, jiyalaringiz Amriddin, Aminabonu, Muhammad Amin, o'g'illaringiz Sardorbek, Sanjarbek, Muhammad Yusuf nomlaridan bugun sizni eng mehribon, jondan aziz bo'lgan jon jigaringiz Sarvinoz opamiz tabriklamoqdalar. Rahmat, kattaga. Bor bo'ling. O'zi akam tabiatan juda ham bir ko'ngli ochiq, soddadil, mehribon, harakatchan inson. Borlariga shukr. Ota-onamga ming rahmat, mana shunday mehr muhabbatli, mehr oqibatli akamni dunyoga keltirib berganliklari uchun. Akam bilan har doim faxrlanib yuraman. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Agar imkoni bo'lsa, men yuborgan tabrik maktubimni qisqacha bo'lsa-da, akamni o'zlariga o'qib eshittirsangiz, juda ham xursand bo'lardim degan ekanlar. Xo'p desangiz, Sarvar aka, singlingizni sizga atalgan ajoyib tilaklarini o'qib eshittirsam, nima deysiz? Imkoningiz bormi bizni tinglashga? Bor. Rahmat, boringizga shukr, juda ham yaxshi, marhamat, unda qabul qiling. Demak, noma. Assalomu alaykum, mening mehribonim, ko'zimni nuri, qalbim quvonchi. Chinakam ma'noda oilamizni fayzu barakati, ustuni, qo'rg'oni bo'lgan jonim akam, Sarvar aka. Sizni bugungi tug'ilgan kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ilohim, dadajonimni baxtlariga, qolaversa kelinoyimni, farzandlaringizni, bizdek jigarlaringizni baxtiga doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh umringizni uzoq qilsin. Hech qachon kasal bo'lmang. Aka, o'rtamizdagi oqibat hech qachon yo'qolmasin. Bilasizmi, siz meni bolaligimdagi qahramonimsiz aka. Meni har doim qo'riqlab, kichikligimda yonimda tog'dek turardingiz. Sizni yoningizda o'zimni xavfsiz his qilardim. Har safar kimdir meni xafa qilsa, sizni birgina qarashingizni o'zi yetarli bo'lardi. Sizni mehribonligingiz meni bolaligimdan baxtiyor qilgan. Aka, siz men uchun bu hayotda nafaqat aka, balki meni eng haqiqiy do'stim, sirdoshim, meni ustozimsiz. Boringizga shukr. Ilohim, kelinoyim bilan birgalikda qo'sha qarib, farzandlaringizni faqat yaxshi kunlarini ko'rib yuring. Bu hayotda yigit boshingiz aslo egilmasin. Aka, qadringizni so'zlar bilan ifodalash mushkul, lekin shuni biling, men sizni juda ham yaxshi ko'raman va siz bilan har qadamda faxrlanib yuraman. Aka, bir yurak ostida yaralganimsiz. Mehrning ko'rinmas timsoli yana. Har og'ir kunimda yaraganimsiz. Yordamin hech kimga qilmayin ta'na.
Men esa o'shaman erka yig'loqi, siz hamon o'shasiz tirgak mehribon, borsizki mag'rurman, tikman har qachon. Borsizki singlingiz baland dimog'i. Bilmayin dilingiz og'ritganim bor. Kechiring, esi yo'q erka singlingiz. Allohdan so'rayman hamisha har on o'zi yorug' qilsin yurgan yo'lingiz deya mana shunday ajoyib she'riy misralarni ham singlingizsiz tomon yo'llab qolgan ekanlar. Bor bo'ling. Xo'p, Sarvar aka, suhbatimizni so'ngida sizni ham oilangizga, mana shunday mehribon jigarlaringizga aytar so'zlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Avvalo e'tibor uchun rahmat. Meni ona qizim diqqatdan yoshligidan mana ko'p o'zim katta qilganman desam bo'ladi. Maktabga borgan paytdan boshlab turibki, katta hayotga qadam qo'yishgacha umr uzoq bo'lsin, ballar baxtli sog'lom bo'lsin. Juda xursandman. O'zi ancha uzoq yashasa ham qalban bir-biriga yaqinmiz. Kuyov bilan qo'sha qolsam, vaqtda bo'lsin, farzandlarimni yaxshi o'qishda o'qitib olsa, Ilohim. to'g'ri xizmat qilishni aytibman. Tilagan loyihalar uchun kattakon rahmat. To'g'risini qildim. Juda xursand bo'ldim. Bor bo'ling. Omadini bersam, faqat dunyomiz tinch bo'lsa, yaxshi kunlarda ko'rish hammamizdan. Inshaalloh. Rahmat. Rahmat Sarvar aka, sizni yana bir bora ijodiy jamoamiz nomidan ham bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Har bir kuningiz bugungi kundek quvonchli lahzalarga, baxtli onlarga to'la bo'lsin. Eng muhimi, bugungi tavallud ayyomingizni yaxshi insonlarning davrasida, oila davrasida o'tkazishlik nasib qilsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Rahmat kattakon. Bir yurak ostida yaralganimsiz, yiqilsam tog' bo'lib suyanganimsiz. 5 kunlik dunyoda o'zidan ko'proq men uchun omadlar so'raganimsiz. Har yerda yelkangiz suyanchim bo'ldi. Akam deb so'zlasam yuragim to'ldi. Bolalik chog'imdan, yoshlik chog'imdan men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Ertaroq ulg'ayib qolgan akamay, dardimni mendan ko'p bilgan akamay. Sochlarim qorasin siz uchun beray, men uchun borini bergan akamay. Akajonim, 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 jonim akam. Akajonim, 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 jonim akam. Erkaroq bo'ladi ukalar bilsam, siz borsiz boladay qoldim men hardam. Yigitga 3 bora omad kelarkan, mening ilk omadim sizsiz jon akam. Yoshlikdan almashib kiyim kiyganim,
shuncha toychoq bo'lganim, bir kosada ovqat yegan chog'imiz, men uchun go'shtlarin terib berganim. Akajonim, 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 jonim akam. Akajonim, 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 jonim akam. Nomardni Xudoga solganlarim bor, gohida jim yig'lab olganlarim bor. Otamning siyratin, onam duosin sog'insam men sizdan olganlarim bor. Zabonim yayragay yursam akamde, aka bu eng ulkan bardosh ekande. Men mingan tulporim hali ko'p uchgay, yonimda tursangiz doim ukamde, yonimda tursangiz doim ukamde. Akajonim, 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 jonim akam. Akajonim, akajonim, akajonim.